Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayat Musacan. Bugün 4-cü ayının 16-cı günü cümə. Həminlərin bugünkü mübarək cümə günü xeyirlik bolsun. Əziz görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəvərlər proqramımızın təfsilatında bolsun. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Jolijan 15 aprel Beyjingda o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida qilgan so'zida Amerika boshchiligidagi g'arb davlatlarini Dunya Uyg'ur qurultiyi qatorliq bo'lguncha tashkilotlarni qo'llash va ularga iqtisodiy jihatdan yordam berish bilan aybladi va Dunya Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandimning Amerika davlatlik demokratiyani ilgari surish fondi jamiyatining yig'iniga qatnashayotgan ko'rinishini dalil sifatida ekranda ko'rsatib, mana bu rasmning so'l tarafidagi ikkinchi shaxs bo'lsa Sharq Turkistonchilarning atalmish kattibeshi. Amerika hukumati va Amerika davlat majlisining bevosita iqtisodiy yordami bilan qurilgan Amerika davlatlik demokratiyani ilgari surish fondi jamiyati 2004-yildan buyon Dunya Uyg'ur qurultiyi qatorliq Sharq Turkistonchi kuchlarni 8 million 760 ming dollar mablag' bilan ta'minladi deb ko'rsatdi. Xitoy bayonotchisi Jolijan bu vaqtda qilgan so'zida sovuq munosabatlar urushidan keyin Amerika boshliq g'arb davlatlari Xinjiang kartini o'ynab, Xinjiangdagi bo'lgunchilik va terrorizmni qo'llab Xinjiangning muqimligiga buzg'unchilik qilishga boshlagan. 2003-yili Amerika Markaziy axborot idorasi agar Amerika kelgusida Xitoy bilan krizisga yoki to'qinishga duch kelsa, Uyg'ur kartini besim paydo qilishning vositasi sifatida tanlab o'ynashni chetga qoqmaslik taklifini bergan. 2004-yildan buyon Amerika davlatlik demokratiyani ilgari surish fondi jamiyati Dunya Uyg'ur qurultiyi qatorliq Sharq Turkistonchi kuchlarni 8 million 760 ming dollar mablag' bilan ta'minladi. Yuqorida tilga ilingan omillarning turkisi bilan asabiylik ideyalari Xinjiangda tez suratda tarqalishga boshladi. Terroristlar Xinjiangga kirdi. Sharq Turkistonchilar terrorlik hujumlarga qutratdi, planladi va qo'zg'adi. Buning bilan nurg'unlagan baxtsiz xalq talobatga uchradi. Xinjiangning muqimligi og'ir darajada vayron qilindi deb chalvoqidi. Xitoy bayonotchisi Jolijan so'zida yana mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqi ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini, Xitoyning lager va majburiy emgak tuzumini tamoman inkor qilib mundoq degan. Amerika ham g'arb ellari turli axborot organlari va Jongoga qarshi kuchlarni harakatlantirib, chet eldagi Uyg'ur tashkilotlaridan foydalanib, atalmish yig'ilish lagerlari, majburiy emgak, irqiy qirg'inchilik qatorliq olamshumul ig'vo ham o'sak so'zlarni o'ydirib chiqargan. Atalmish aqllar ambiri o'limalar va asosiy iqimdagi taratqularni barpo qilib, yolg'on uchurlarni keng tarqitib, saxtalikning bozori bo'lgan mukammal bir ig'vo zanjirini shakllantirgan. Ular Xinjiang musulmonlari mustaqillikni qo'llaydi. Sharq Turkistonchilar tinchlikni qo'g'lashadi. Xinjiangda kishilik huquq dafsandichiligi qilmishlari mavjud degan 3 yolg'on hodisani yasab chiqib, Xinjiangni qalaymaqon qilishga behuda urinib, Xinjiang orqali Jongoni tizginlamoqchi bo'lgan. Amerika va G'arbning ig'volari Jongoni vayron qilishni maqsad qilgan. Xitoy bayonotchisi Jolijanning yuqorqi bayonlari Xitoy markaziy televiziya stansiya qatorliq Xitoyning ko'plagan asosliq matbuotlarida keng o'rin oldi va Xitoy hukumatı yana Dunya Uyg'ur qurultiyini terrorizmga bog'lab qaralashga urindi. Mustabid Xitoy hokimiyatining o'zining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini oqlash va yushirish uchun butun razil vositalarning hammasini qo'llanishga boshlaganligini ifoda qilishgan chet ellik analizchilar Xitoyning bu xil soxta tashviqoti faqatli o'z xalqini ma'lum darajada qaymoqtirish rolini o'ynasimi, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida xalqaroga oshkorlangan tog'dek faktlarni asla inkor qilinmaydi deb qaramoqda. Dunya Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Parat Yo'ronqash apandi bugun bu vaqtda istansimizga qilgan so'zida Dunya Uyg'ur qurultiyi qurilgan 2004-yildan buyon Xitoy hokimiyatining qurultayini milliy bo'lgunchilarning chet ellardagi eng cho'ng lageri deb e'lon qilib, Dunya Uyg'ur qurultiyi va uning Dolqun Aysa boshchiligidagi rahbarlarni asosliq hujum nishoni qilib kelganligini va qurultayni qandoqdir terrorizmga bog'lashga urinib kelganligini. Ammo tuhmatxo'r Xitoyning toki hozirgacha qurultayning terrorizm bilan aloqasi borligiga doir hech qanday bir dalil isbotni o'ttirib qo'yolmaganligini. Dunya Uyg'ur qurultiyining bo'lsa butun xalqaro qonun prinsiplarga va o'zining markaziy organi joylashgan Germaniya davlatining qonunlariga qattiq amal qilgan asosda tinchlik shaklida faoliyat olib berish orqali xalqaro jamoatchilikning ishonchiga va qo'llashiga, shundaqla muhojiratdagi qarindoshlarimizning kuchli himoyasiga erishganligini ta'kidlab o'tdi va mustabid Xitoy hokimiyati tomonidan 2000-yillarning boshlarida terrorist deb ayblanib xalqaro soqchi tashkiloti Interpol orqali qizil ranglik tutish buyrug'i chiqarg'izilgan Qurultiy raisi Dolqun Aysa apandimning 2018-yilga kelganda Interpol tomonidan rasmiy oqlanib, mazkur tutish buyrug'ining amaldan qoldirilganligini xotirlatib o'tdi. Parat Yo'ronqash apandi so'zida yana Xitoy hokimiyatining Dunya Uyg'ur qurultiyiga qaratgan ishki tashqi hujumlarining yuqori pallaga ko'tarilishiga ergishib, yaqinqi mezgillardan buyon WhatsApp, Facebook qatorliq ijtimoiy taratqularda qurultayni va Dolqun Aysa boshchiligidagi qurultay rahbarlarini qoralaydigan
ularga haqorat va tuhmat yog'diradigan egisiz yozmalarning alayida ko'payishga boshlaganligini, ba'zilarning bilib bilmay Xitoyning dumbug'iga usul o'ynayotganligini, shunga muhojiratdagi qarindoshlarimizning Xitoy cho'moqchilari tarafidan ilib berilayotgan bu xil qorlash safarbarligiga qarta alayida hushyor bo'lib, Sharq Turkiston xalqining xalqarodagi vakillik organi hisoblangan Dunya Uyg'ur qurultiyini butun kuchi bilan mudofaa qilish lozimligini alayida eskartib o'tdi. Amerika Avam Palatası Tashqi ishlar komitetining Cumhuriyetçiler partiyasidan bo'lgan mas'ullardan Michael McCool va George Mix tarafidan o'rtaq holda hozirlab sunilgan Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarshi ilib berayotgan irqiy qirg'inchilikni ayblash haqidagi qaror loyihasi Avam Palatasida tanishtirildi. Mazkur qaror loyihasida Prezident Baydendan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining irqiy qirg'inchilikning oldini olish va jazolash ahdnomasi bo'yicha Xitoy tarafidan Sharq Turkistonda yurgizilayotgan vahshiyliklarni tekshirishga chaqirish, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Bexatarlik Kengashida Xitoy Xalq Cumhuriyatiga qarshi ko'p tarafli jazo yurgizish va boshqa barliq amallarni qo'llanish orqali irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishning yo'llarini izlash talab qilingan. Michael McCool bayonotida mundaq degan: Xitoy Kommunistik partiyasi ko'p yillardan buyon o'z fuqarolariga qarata irqiy qirg'inchilik yurgizyotdi. Ular hatto Uyg'urlarni yomon sifatlik o'sma deb atadi. Bizning dunyoning har qanday yeridagi irqiy qirg'inchilikka qarshi turishdek axloqiy majburiyatimiz bor. George Mix bo'lsa, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan kishilik huquq dafsandichiligi qabul qilib bo'lmaydigan harakat. Xalqaro jamiyat birlikda o'rnidan turib, Uyg'urlarni keng ko'lamda tutqun qilib, turmush usulini o'zgartib tahdid qilishdek bu muomalani ayblashi kerak degan. Yuqoridagi bu qaror loyihasi Amerika Davlat Majlisi a'zolarining Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilikni ayblash va uni jazolash yo'lida ko'rsatgan yana bir tirishchanligi bo'lib hisoblanadi. Mustabid Xitoy hokimiyatining Germaniyalik tadqiqotchi Adrian Zeniz apandi ustidan Sharq Turkistondagi atalmish sotlarga arz sunish komediyasi davom qilmoqda. O'tganda ismi noma'lum bo'lgan bir turkum Xitoy shirkatlari Adrian Zeniz apandimni Uyg'urlar majburiy emgakka selinyotidi degan ig'voni tarqitib, paxta mahsulotlari ishlab chiqaradigan korxonalarimizni og'ir ziyonga uchratdi. Uning ig'vogarchiligi bilan chet el shirkatlari Xinjiang paxtasini va paxta mahsulotlarini sotib olishni asosiy jihatdan to'xtatdi deganda bahona qilib, Urumchidagi sud mahkamalariga Adrian Zeniz ustidan arz sunganligini e'lon qilgan edi. Xitoy matbuotlarida ko'rsatilishicha, yaqinda yana Qashqar O'rta xalq sud mahkamasi Yakan noyasidagi Xinyong to'qimachilik cheklash shirkatining Adrian Zeniz ustidan qilgan arzini topshirib olgan bo'lib, Adrian Zeniz apandimdan moddiy to'lash va kechirim so'rash talab qilingan. Xitoy tashqi ishlar bayonotchisi Zhao Lijian 14-aprel kunidagi axborot e'lon qilish yig'inida qilgan so'zida tadqiqotchi Adrian Zenizning Sharq Turkistondagi paxtalarning majburiy emgakka chetishligini isbotlab chiqqan dokladini inkor qilgan. U Adrian Zenizning tadqiqot natijalarini mish-mish parang deb atab, u Xinjiangning qonunli tijorat qiladigan korxonalari va jaboliq ishlash orqali namoratlikdan qutulgan kishilarning manfaatiga ziyon yetkazdi degan. Xitoy tashqi ishlar bayonotchisi Zhao Lijian bayonotida, Jongo bo'lsa qonun bilan boshqariladigan davlat. Xinjiang avtonom rayonidagi aloqador shirkatlar qonun orqali Adrian Zenizni arz qildi. Bu qonun bilan idora qilish va Xitoy xalqining huquq manfaatini qo'g'dash engining kuchayganligini aks ettirdi. Bu ish kishini to'liq rozi qiladi degan. Adrian Zeniz o'tgan yili 12-oyda yer shari siyosati markazida e'lon qilgan dokladida 2018-yili Sharq Turkistonning faqat 3 viloyatida oz deganda 570 ming odamning majburiy paxta terishga selinganligini, paxtaga munosabatlik har qanday mahsulot va ta'minlash zanjirlarining xom ashyosining majburiy emgakka chetishligini Xitoy hukumatı o'zi e'lon qilgan hujjatlarga asoslanib turib oshkorlagan edi. Mazkur dokladdan keyin Amerika hukumati va H&M qatorliq dongli kiyim markalari Sharq Turkistonni manba qilgan paxtalar bilan munosabatini uzadiganligini jakarlagan. Xitoy bo'lsa shundan keyin Adrian Zenizni haqoratlash, Uyg'urlarning paxtalarni o'z ixtiyorligi bilan terayotganligi mazmun qilingan tashviqotlarni tarqitib keldi. Yaqinqi kunlardan buyon Xitoy hukumati yana Sharq Turkistondan ba'zi Uyg'ur usulchilarni atoydan ishkari o'lkalardagi H&M qatorliq dongli markalarni sotadigan magazinlarning oldida usul o'ynag'ini silib, ular orqali Uyg'ur majburiy emgakini inkor qilishga o'rnib kelmoqda. Xitoyning bu razil qilmishi chet ellardagi Uyg'urlarning kuchli nafratiga uchirdi. 15-aprel Angliyadagi Dunya Yahudiylarga yordam berish organi Turkiyadagi Uyg'ur musofirlari uchun murojaatnoma e'lon qilgan. Murojaatnomada Xitoyning zulmidan qochib Turkiyada panohlanayotgan Uyg'urlarning qiyinchiligi o'ttirg'a qo'yilgan. Murojaatnomaga asoslanganda mazkur organ to'plangan iqtisodiy yordam bilan Turkiyadagi qiyinchilikda qolgan Uyg'ur oilalarini yemak-ichmak, sog'liqni saqlash aslahalari va psixikalik davolash qatorliq yordamlar bilan ta'minlaydi ekan. Murojaatnomada yana mundaq deyilgan:
Öz tariximizning turtkisida Yahudi cemiyetlari Uyg'urlar duch kelayotgan zulm va har turli ig'ir qiyinchiliklarni o'tirg'a qo'yish orqali Angliya hukumatini harakatga keltirdi. Ammo hozir muhim bo'lgan yana bir masala 11 mingdan ortiq Uyg'ur Xitoyning ziyonkashligidan qutulish uchun Turkiyada panohlanyotdi. Biz har turli yordamga ehtiyoji bo'lgan bu Uyg'ur jamoatini qo'llash uchun texmo ko'p ishlarni qilishimiz kerak. Dunya Yahudilar o'rtaq gavdisi va Angliya Yahudi jamoatlarining bosh rabbi Efraim Mirvis murojaatnomada mundaq degan: Biz Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan sistemlik ziyonkashligini ayiblash bilan bir vaqtda bu dahshatga qarshi noroziligimizni amaliy harakatimiz bilan ifodalashimiz kerak. Dunya Yahudilarga yordam berish organi bu jiddiy murojaatnoma orqali intayin muhim faoliyatni qanot yoydirmoqda. Men ularning yordamga muhtoj bo'lgan Uyg'ur musofirlarini aniqlab chiqqanligiga opirin o'qiyman. Men hammanglarning bu faoliyatni qo'llashinglarni talab qilaman. Shuning bilan bir vaqtda amaliy yordamga muhtoj yana nurg'un Uyg'urlarning borligini asli chin saqlashinglarni umid qilaman. Dunya Uyg'ur Qurultiyi London ishxonasining mudiri Rahiman Mahmud xodim bu vaqtda qilgan so'zida o'zining Dunya Uyg'ur Qurultiyi nomidan Dunya Yahudilarga yordam berish organi bilan ko'p qitim uchrashish va suhbat ilib berish orqali ularning bu yordamini qo'lga keltirishga erishganligini, buning mazkur tashkilotning Yahudilardan boshqa bir millatga tunji qitim yordam qilishi bo'lib hisoblanadiganligini, Yahudi tashkilotlarining nihoyatda astoydil ish bajaradiganligini, shunga bu yordamga munosabatli uchurlarning mazkur organning tor betida bor ekanligini, Turkiyadagi moddiy va ma'naviy jihatdan yordamga muhtoj kishilarning Turkiyadagi İsa Yusuf olib tekin vaqfisi orqali bu yordamlarga erisha oladiganligini bildirdi. Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratayotgan irqiy qirg'inchiligi xalqaro kuchli norozilik qo'zg'ayotgan bir paytda Xitoy doiralari Sharq Turkistonda atalmish davlat xavfsizligi tarbiyasi tashviqot faoliyatini qanot yoydirgan. Tangirtaq to'rining xabardan qaraganda mazkur harakat har qaysi joylar, har qaysi tarmoqlarda umumyuzlik ilib berilayotgan bo'lib, xabarda yana mundaq deyilgan: Bu tashviqot harakatida kishilarga asosiy qonun, davlat xavfsizligi qonuni, terrorizmga qarshi turish qonuni, josuslikqa qarshi turish qonuni, tor bexatarligi qonuni qatorliq qonun nizomlar zo'r kuch bilan tashviq qilindi. Davlat xavfsizligida hamma kishining mas'uliyati bor deydigan quyuq kayfiyat yaratdi. Chet ellardagi Uyg'ur kuzatuvchilarining qarashicha Xitoyning Sharq Turkistonda umumyuzlik holda davlat xavfsizligini qo'llash tarbiyasi yurgizishi, uning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi sababidan xalqaro o'sal ahvolga qelishi bilan zich munosabatlik bo'lib, u Xitoyning Sharq Turkistondagi kontrolini yo'qotib qo'yish andisini namoyon qiladi ekan. Markaziy Anqaradagi Uyg'ur tadqiqot instituti tarafidan tasdiqlangan Xalqaro vaziyat va Sharq Turkiston nomli jurnalning tunji soni o'qirmanlari bilan yuz ko'rishdi. Mazkur jurnal siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va ilmiy mazmundagi fasilli jurnal bo'lib, mazkur jurnalning qonuniy vakili, Dunya Uyg'ur Qurultiyining muavin raisi va Uyg'ur tadqiqot institutining mudiri doktor Erkin Akram apandi mazkur jurnalning nashr qilinganligi munosabati bilan qilgan so'zida Sharq Turkiston davosining 2018-yili xalqaroning muhim masalasiga aylanganligini, shunga davoni yaxshi elib berish uchun xalqaro vaziyatni yaxshi bilish kerakligini, buningga o'xshash bir qator vaziyatning taqozosi yuzasidan xalqaro vaziyat va Sharq Turkiston nomli bu jurnalni tasdiqlaganligini bayon qildi. Doktor Erkin Akram apandi so'zida yana bu jurnalda maqola e'lon qilmoqchi bo'lgan avtorlarning ilmiy salohiyatga ega yoki mo'l tajribaga ega mutaxassislar bo'lishi kerakligini eskartib o'tdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi televiziyasi kündilik xəvərlər proqrammisini diqqətinizə sunduq. Keyingi qitimliq proqramımızda görüşəylik. Görüşküçə aman boğaysızlar. Xeyri xoş.